2025 yil 2 iyul kuni soat 18 da Milliy TV kanalida Enaga O'zbek serialining kutib kelingan 60 qismi efirga chiqadi. Bu hikoya o'zining chuqurligi va hissiyotlari bilan tomoshabinlar qalbini zabt etishda davom etmoqda. Ushbu qism haqiqiy voqea bo'lishni va'da qiladi, chunki syujet kulminatsiyaga yaqinlashmoqda. Unda har bir qahramonning tanlovi ularning taqdirini o'zgartirishi mumkin. Enaga seriali ssenariy mualliflari va aktyorlarning ajoyib ijodi bo'lib, ular insoniy his-tuyg'ularni ajoyib aniqlik bilan yetkazadilar. Yolg'iz ayolning hayotiy sinovlarga qarshi kurashi chin dildan hamdardlik uyg'otadi. Har bir qism bu shunchaki drama emas, balki ruhning kuchi va matonatni aks ettiruvchi ko'zgu. 60 qismda keskinlik avjiga chiqadi, intriga, xiyonat va kutilmagan burilishlar nafasni tiyadi. Rejissyorlik qahramonlarning ichki nizolarini noziklik bilan ta'kidlaydi, operator ishi esa sahnalarga kinematografik chuqurlik qo'shadi. Aktyorlar tarkibi serialning haqiqiy durdonasi. Ularning o'yini shunchalik tabiiyki, tomoshabin beixtiyor hikoyaning bir qismiga aylanadi. Enaga drama va umid lahzalari o'rtasida muvozanatni ustalik bilan saqlaydi, oila qadri va o'ziga sadoqat haqida o'ylashga majbur qiladi. Yangi qismni o'tkazib yubormang, bu his-tuyg'ular va kashfiyotlarga to'la soat bo'ladi.